Olsun, dollarga so'mizyon mabodo. Dollar? O'zingiznikimi? O'zimniki? Hozir men uyimni qarab kelay. Uyim bu yoqda edi-ku. Bo'la qoling, vaqtim kamroq edi. Voy, pismiq o'sinim qayerdan olganiki shuncha pulni? O'sin, bizda ham hammasi ko'kida ekan, o'rgiling. Olsun, qirushtali televizor oldim, qaq qo'ysak bo'ladi. Boshimga qo'yib oling, boshimga. A? Hozir o'sin qarab kelaman joy. Sana men ustimdan pul olsammi? Qayerdan olganiki qurushtali televizori? O'sin qaradim, joy yo'q ekan. Shu desiz, stiralli mashina oluvdim. Stop. Bo'ldi, boshqa chidolmayman. Ukam menga qarab oring. Assalomu alaykum. Labalim olib kelay. Mashtumga keldingiz. Ukam bitta yaxshi o'tkir go'sht kesadigan pichog'ingdan olib kelmamizga tez. Ha, tandir kesishga, tandir bilan jizlar bilan olib kelaymi? Yo'q, pichoqni o'zini olib kelmanga. Shu bilan massov ichasizlarmi? O'zimga tiqaman. O'sin, tushunmadim. Meni o'ldirmoqchimisiz? Uni oldim, buni oldim deb maqtanasiz. Yonib ketdim, kuyib ketdim. Pichoq kerakmi, kerakmas? Bo'ldi, men hozir salatchilar, mevachilardan so'rayman, beradi. Voy, O'sin, mashinani oldim demang faqat. Agar shuni olgan bo'lsangiz, shu KAMAZni tagiga o'zimni tashlayman hozir. Qitvordingiz-ku, taksi chaqirdi. Xudoga shukr. Ichingiz yonmasin. Bu pullar, bu sovg'alar meniki emas. Xohlasangiz sizniki bo'lishi mumkin. Bilasizmi, men givimga start berganman. Men buni bo'lgan homiylarga obuna bo'ling. Ertaga hamma sovg'alar o'ynayman. Maishiy texnikalardan tashqari 10 million so'm pul ham qo'yganman. Ichingiz yonmasa, siz ham qatnashib yutib olsangiz bo'ladi. To'g'ri meni. Sizlar ham tezroq qatnashib, podpiska bo'lib yutib olinglar. Bo'lmasam o'zim hammasini yutib oladi. Yonaman, olov bo'lib yonaman.